Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Men bu safargi videomni isiriq bilan davolash, shamollashda shu haqida olmoqchi bo'ldim. Buni ko'p kishi biladi, lekin bilmaganlar ham bor oramizda. Shuning uchun bugun hozir isiriq ayniqsa tish og'rig'ida juda ham foydali, juda ham tez shamollashni oladigan anaqa hisoblanadi, giyoh hisoblanadi. Shuning uchun bu safargi videomni shu haqida olishni o'yladim. Hozir mana isiriq suv tayyorlab qo'yibman. Buni hozir idishga solib, qaynatishga qo'yib qo'yaman. Mana ko'rib turibsiz, mana shuncha suv. Mana где-то yarim litrcha suv soldim. Yarim litrdan sal ko'proq. Bu qaynab yarim litr bo'lib qoladi. Mana isirig'imizni qaynatishga qo'yib oldim. Isirig'imiz qaynayman deb qoldi. Qarab e'tibor qilgan bo'lsangizlar, ko'proq urug'li joyini tashladim men isiriqda. E'tibor qilasiz, cho'pli joylarini tashlamaysizlar. Mana qaynab chiqdi. Buni past qilib, past olovga ko'pi bilan 3 minut, 5 minutga qo'yib qo'yaman. Mana o'zi qaynab rangga kirish. Mana sochishga olib qo'ydim buni. Iloji bo'lsa soviguncha, ilim bo'lib ilaguncha bu tursin, yana ozgina rangi chiqadi buni turgan vaqtida ham. Keyin buni elakchadan katta anoqalari qoladi, faqat suvini o'zini sizg'irib olamiz. Ungacha bu rangi chiqib tursin. Mana o'zi ilayman deb qoldi. Hali ozroq issiq. Xona haroratida qilib. Mana isirig'imizni elakchadan sizg'irib oldim. Buni endi bir kunga 4 mahal, 5 mahal iloji bo'lsa, dam-badam tishingizni tez chayib turasiz. Bir kunda, ko'pi bilan 2 kunda tish og'rig'i, shamollashlari, tishni ildizlarini shamollashi tezda o'tib ketadi. Doktorga borishingizga ham hojat qolmaydi. Buni yana bitta foydali tomoni aytib o'tib ketay hozir. O'zi aynan tish og'rig'i uchun bugungi videoni olayotgandim, lekin ginekologik kasalliklarda ham isiriq juda ham foydali, bilasizlar. Ayollar kattakon unli shpris olib, yo bo'lmasa maxsus balonchalarimiz bor, o'zi bilasiz, balonchalar bilan qinizda tozalab, mana shu suvni xona haroratida bo'lsa, sizdan chiqmasin. Xona haroratida iliq holda qinimizni kechga yotishdan oldin tozalab, yuvib, bu bilan qinimizni tozalab olishimiz mumkin. Ayollardan keladigan выделение, turli xil kasalliklarda juda ham foydasini ko'rasiz. Iloji bo'lsa buni oyoq og'riganda ham, oyoqlarimizda vanna qilganimizda ham juda ham foydasi katta. Iloji bo'lsa qarilarimiz, keksalar oyog'i og'riydi, oyog'i og'riganda vannasini qilishlarini ham tavsiya qilaman. Lekin aslan bugungi videomiz tish og'rig'i uchun bo'lgani uchun tishga yana to'xtalib o'tmoqchiman. Og'izni yara kasalliklarida, mana o'shalarda ham, stomatologik kasalliklarda ham juda ham foydasi yaxshi. O'sha vaqtida ham bunga tishlaringizni, og'izni chayib turishni maslahat qilaman. Tomoq og'riganda ham, bolalarda tomoq og'riganda mana shu isiriqni qaynatgan suvimizga g'arg'ara qilib, bolachalar iloji bo'lsa 7-8 yosh bolachalarimiz g'arg'ara qila oladi, menimcha qo'lidan keladi. G'arg'ara qilib, kattalar ham xlorofil shunaqa dorilar ishlatamiz, bu ham o'shani o'rnini bosadi. Tomoq og'riganda chayib mana shuni ham tomog'imizni g'arg'ara qilib 4-5 marta kuniga tomoq yo'lidagi infeksiyalarni o'ldirib turishimiz mumkin. E'tiborlaring uchun